Hal hammani 20 FPS o'ynashimga ishonmaydiganlar yoki mana Open'da o'ynaydigan odamlar bor ekan. Nima sababdan meni 20 FPS o'ynashimga ishonmaysiz? Zapis qilib o'ynasam telefonim qotmaganligi uchun. Videolarda telefonim qotmayapti degani umuman qotmaydi degani emas. Endi qotgan joyini video qilib qo'ymayman. Ha mayli, sizlarga bitta sirimni ochaman. Telefonim qotmasligi uchun telefonim xotirasida har doim kamida 20 GB joy bo'shatib yuraman. Nima sababdan meni Open'da o'ynaysiz deb o'ylaysiz? Telefonim sloviy bo'lishiga qaramasdan xuddi shunaqa 2 ta 3 ta hit berganim uchun. God Zolider bilan jonli efirda lob o'ynaganman. Agar Open'chik bo'lganimda nimaga u mana Open'chik demagan? Hit beryapti degani Open'chik degani bo'lsa hamma yaxshi guruhlar Open'chik bo'lib ketadi-yu. Undan tashqari shu paytgacha yuzlab odamlar bilan lob o'ynaganman. Nimaga ular mana Open'chikligimni aytib chiqmaydi? Unda qanaqa bunaqa hit beryapsan deganlar uchun birovning videosiga negativlik qilmasdan sizlar ham harakat qilinglar, albatta sizlar ham shunaqa hit berasizlar. Menga negativlik qilgandan ko'ra menga obuna bo'lib ko'tarilishimga badaja qilsanglar bo'lmaydimi? Ha, mayli, obuna bo'lsangiz ham shuncha mehnatim uchun bitta like bosib keting. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun esa alohida rahmat. Sizlar bilan esa har doimdek Remax Pavgin bo'ldi.